Assalomu alaykum avvalambor. Mening ismim Murodilla Baxtiyor To'lqino'g'li. 1995-yil 18-oktyabrda tavallud topganman. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida murakkab tizimlarni modellashtirish laboratoriya mudiri lavozimida ishlab kelmoqdaman. Ushbu institutga 2022-yilda tayanch doktorant sifatida o'qishga qabul qilinib, 2024-yilda ushbu institutni yakunladim va ilmiy faoliyatimni himoyasini 2025-yil 31-yanvarda muvaffaqiyatli himoya qilib oldim. Ilmiy faoliyatni takroriy ekin ekiladigan hududlarda yer osti filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish mavzusida ustozim Ibrohim Habibullayev boshchiligida olib bordim. Tadqiqot davomida biz ustozimiz bilan 3 yillik samarali mehnat olib bordik va 50 ga yaqin ilmiy ishlarni chop etishga muvaffaq bo'ldik. Hozirgi kunda hammamiz bilamizki, jahonda aholini o'sib borish, ya'ni aholining ko'payishi bu bizada o'sha oziq-ovqatga bo'lgan talabni va bu globalniy isish jarayoni bizdagi o'sha suv muammolarini yuzaga keltirib chiqardi. Masalan, o'zimiz bilamizki, masalan, Orol dengizining qurishi, shunga o'xshagan bir qancha suv muammolari yuzaga keldi va shundan ruhlangan holatda men ushbu mavzuni tanladim va ushbu faoliyatni olib bordim. Endi men asosiy ilmiy faoliyatimga keladigan bo'lsak, bugungi kundagi o'sha obyekt sifatida Qashqadaryo viloyatini olganman. Qashqadaryo viloyatida nisbatan issiq va cho'l hududlari mavjud. U yerda bizda o'sha yoz oylarida issiqni o'ta me'yordan ortib ketishi evaziga suv ayrim hududlarga yetib bormaydi va bizda shunday narsa kuzatiladiki, suvni yer ostidan olib sug'orish yuzaga keladi. Dissertatsiya ishimning ikkinchi holatida, ya'ni takroriy ekinlarni obyekt sifatida olganman. Nimagaki, ya'ni bizda 300 kundan ortiq O'zbekiston mintaqasida issiq kun bo'lganligi uchun biz mana g'alladan bo'shagan yerlarga takroriy ekin sifatida o'sha inson aholini oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini bir muncha qondirishni harakat qilishimiz kerak. Va o'sha g'alladan bo'shagan yerlarga polis ekinlari, sabzi yo bo'lmasa shunga o'xshagan bir qancha ekinlarni ekishda nazarda tutilgan. Endi bu yerda muammo yuzaga keladiki, biz o'sha yerda har yili sikl, ya'ni sikl sifatida sug'orilgan yerlarda takroriy ekin ekilgandan keyin u yerga bir necha barobar ko'p suv tushishi evaziga u yerdagi yer osti suvlar sathi qanday darajada o'zgaradi? Yillar davomida bu narsani amalga oshirsak, ma'lum darajada zarar yetkazib qo'ymaymizmi yerlarga? Sho'rlanish yuzaga kelmaydimi? Botqoqliklar yuzaga kelmaydimi? Shu narsalarni biz ochib berish uchun asosiy ishimizni shu narsaga, ya'ni mana shu ushbu sohaga qaratdik va maksimal darajada biza u yerda bilamiz, hozirgi kunda ko'plab masalalarni to'g'ridan-to'g'ri yechib bo'lmasligi evaziga biza uni ma'lum darajada matematik modellarga tayangan holatda uni ilmiy asoslashga harakat qilamiz. Ilmiy tadqiqot davomida bir nechta yangiliklarni biz, ya'ni ommaga taqdim etdik. Bulardan birinchisi o'sha mavjud modellarni bir muncha takomillashtirilgan modelni taklif etdik va o'zimiz yangitdan, ya'ni yer osti geofiltratsiya jarayonini yangi matematik model tavsiya etdik. Bu yangi matematik modelimizda o'sha bizni takroriy ekilgan holatda, ya'ni sug'orish suvini inobatga olganimizda sug'orish suv yer ostiga singib borish jarayonini har bir qadamini hisoblagan holatda yer osti suvlarga tutashish jarayonini ko'rsatib beradigan yangi matematik model taqdim etdik va bu yerda biz inobatga oldikki, o'sha yer osti suvlar sathiga ta'sir etadigan 6 ta omilni inobatga olganmiz. Yomg'ir, qor, bug'lanish yo bo'lmasa o'sha kanal zahkashlardan suv kirishi, kanallarga chiqib ketishi va sug'orish suv natijalarini biz jamlashtirib, bularni qanday ta'sir qilish jarayonini yangi matematik modelimizda ifodalab berdik. Ilmiy tadqiqot davomida bizdan oldin ushbu sohada ancha ishlar amalga oshirilgan ekan. Bulardan tanishib chiqdik. Masalan, xorijiy va mahalliy adabiyotlardan. Agar endi o'zimizda mahalliy olimlarning ishlariga keladigan bo'lsak, mendan oldin mana ustozimiz Ibrohim Habibullayev ishlarini olib borganlar,
Ravshanov Nurmahmod ustozimiz, Jumanov Jamoljon ustozimiz, Daliyev Sherzod ustozimiz ushbu sohada ancha samarali mehnat olib borishgan. Biz ularning shogirdi sifatida shu ishni davom ettirishni maqsad qilib birmuncha o'sha o'zimizni hissamizni qo'shdik deb o'ylayman. Ilmiy tadqiqotni birinchi o'sha obyekt sifatida Qashqadaryoga qaraganimiz uchun Amu Qarshi nasos stansiyalarida joriy etdik va u yerda biz 4-7% gacha qishloq xo'jaligi o'simliklarini samarali yetishtirishga erishdik, ya'ni hosildorlikni oshirishga erishdik. Va ikkinchisi, Kasb tumani suv xo'jaligida bu narsani joriy etdik, ya'ni u yerda biz o'sha suv yil davomida qanday qilib boshqaruv jarayonlarini birmuncha takomillashtirdik va 2-5% gacha samaraga erishdik. Hozirgi kunda ilmiy tadqiqotni yanada takomillashtirib, ushbu sohaga juda chuqur kirib borishga harakat qilyapmiz. Ya'ni hozirgi kunda bilamiz o'sha zamonaviy texnologiyalar chiqib ketyapti. Masalan, sun'iy intellekt texnologiyalari va mana shu ilmiy tadqiqotimga sun'iy intellekt texnologiyalarini chambarchas bog'lagan holatda kelajakda, ya'ni biz ko'rsatib bergan natijadan yanada samaraliroq va inson omilini birmuncha kamaytirgan holatda bu tadqiqotni yanada chiroyli va o'sha samarasini oshirgan holatda taqdim etish niyatimiz bor. Ilmiy tadqiqotga yangi boshlovchilarga, ya'ni qattiq mehnat qilishni tavsiya beraman. Sababi bu ilm juda murakkab yo'l, ya'ni o'zini bir bosqichi bor. Ayrim yosh tadqiqotchilarni ko'ramiz, o'sha murakkablikka yetib kelgan paytda ular orqaga chekinishni ma'qul ko'radi. Ular ushbu yo'ldan to'xtamasdan harakat qilib, ya'ni o'zlarini o'sha ilm olib borayotgan sohasini birmuncha o'sha kelajakka yo bo'lmasa sohaga davlatimiz uchun ma'lum darajada ochib bera olsa, yo bo'lmasa uni rivoji uchun ozgina hissa qo'shib bera oladigan bo'lsa, bu katta yutuq deb qaraladi. Shuning uchun ulardan qo'rqmay, kelajakda yo bo'lmasa hozir olib borilayotgan ishlarni chuqurroq anglab yetib, kelajak avlod uchun qoldirishni tavsiya etaman. Tadqiqotlarni olib borish yo bo'lmasa muvaffaqiyatli himoya qilish uchun albatta bilim muhim. Sababi o'zimiz yaxshi bilamizki, masalan, biz to'g'ri ma'lum darajada qandaydir bir yo'llar bilan himoya qilishimiz mumkin, lekin uni keyingi kelajagimizda ham ushbu sohada, masalan, sizga shogird sifatida yo bo'lmasa shu sohani egasi sifatida sizdan kimdir yo'l yo'riq so'ragan paytda ularga teran javob berish yo bo'lmasa ularga qandaydir o'z fikringizni bayon etish uchun ham ma'lum darajada ushbu izlanish olib borgan sohangizni chuqur anglab yetishingiz kerak bo'ladi.